Onun ismi Mike Tyson. Boksda shundoq pokiz ham chaqqan kichik harakati yo'q, balki xarakterlik chaqmoqdek qattiq zarba berib o'ynaydi. 2-3 musht bilan raqibini mag'lub qila oladi. Lekin kishilarning nazaridagi haqiqiy boks podshohi. U qonxo'r yavoyidek bo'lsa-mu, lekin har qatam boshqalar uni oldida Kus Damato degan ismni tilga olganda uning kayfiyati butunlay buzilib, shunchalik ojiz va yorug'liksiz yosh to'kib ketdi. Bu Kus Damato degan kim? 1966-yili Tyson Amerikaning Nyu-York o'rmonchilik rayonida tug'ilgan. Bu yer shundoqla Amerikadagi a'ngdonliq namratlar rayoni. Bu yer har xil jinoyatchilarga to'lgan. Taysonning kichikdilla dadisi yo'q edi. Onasi haqqoniyatchil emas. Taysonning mijozi qo'rqinchoq irodasiz. 7 yoshida jinsiy parakandichilikka uchrab, doim kichik lukchaklardan tayoq yeb yuradigan muhitda o'sib yetilib, oxiri umumiy bir lukchakka aylangan. 13 yoshga kirganda doim soqchi idorasiga berib mehmon bo'lib turardi. Agar mushundoq bo'laversa, dunyoda faqat yana bir jinoyatchi ko'paydi xolos. Undaqda Tayson qanday qilib jamiyatning eng tuvan qatlamidagi lukchakdan dunyo chempioniga aylangan, ham yana qanday qilib hayotning eng yuqori pallasidan eng tuvan pallasiga tushib qolgan. Kus Damato Taysonni tunji qadim ko'rganda ko'z oldidagi qartalik o'smir xuddi buqidek qovul, mijozi soddiy edi. Shuning bilan u darhol beqo'yilish rasmiyatini bijirib tutib turish o'rnidan Taysonni uyga kelib ketmoqchi bo'lganda Tayson ozroq qo'rqqanda qoladi. Kus Damato mehribonlik bilan uningga qarab, "Men sening dadang bo'lay" dedi. Kus Damato rostla Taysonga xuddi o'zining o'g'lidek muomala qildi. Birlik karton ko'ratdi. Uningga sanoq sanashni ham bir erkak bo'lishni o'rgatdi. Kus Damatoning talabi ostida Tayson o'ziga qattiq talab qo'ydi. O'zini kontrol qilish xuddi portallarga o'xshash bu ozg'ina 6-7 yillik talabchan turmush. Uning bir umr shon-sharafga erishishiga turtki bo'ladi. Atigan soat 6da dal vaqtida o'rnidan turib yuguraydi. Tushdan burun Kus Damatoning boks nazariyasi bilimlarini anglab, tushdan keyin mashq qilib berib, kechki tomoqdan keyin Damato bilan Tayson o'ltirib paranglashadi. Ular birlikda e'tiqod to'g'risida orzu-istaklar ustida, har bir o'smirning kelgusidagi parlaq go'zalligi bo'lgan intilish ustida to'xtaladi. Kech soat 9da dal vaqtida karvatga chiqib uxlaydi. Bu o'smir tunji qatam oilaning illiqligini, ham bexatarlik tuyg'usini, muhimi ota mehrini his qiladi. Damatoning oldida Tayson xuddi bir kaptarga o'xshaydi. Tayson tunji qatam boks sahnasida turganda qo'rqatdi, lekin Damato Taysonga madad berib, "Qo'rqining to'g'ri, faqat saranglarni qo'rqmaydi. Uningga yuzlan. Sen chuqur dunyo chempioni bo'la olaysan." Kunlar shundoq o'tib, ammo baxtsiz ish yuz berdi. 1985-yili Kus Damato kasal sababli sakratga tushib qoldi. Ammo u Taysonning qo'lini ching tutib, yana shu gapni takrorlayotdi. "Sen chuqur dunyo chempioni bo'la olaysan." U Taysonning yig'lishiga yo'l qo'ymaydi, chunki uning bak hissiyatchan bo'lib ketishni xohlamaydi. Ko'p o'tmay Kus Damato ko'z yumdi. Tayson qandoqmi yig'lamay tura olasin? U bir tarafdan yig'lab, bir tarafdan, "Bu mening dadam, mening birdan-bir tuqqanim" deb varqiradi. Shundoq, bu o'smirning hayotini rangdorlikqa ega qilgan, umid tug'dirgan, texmi ahamiyatli qilgan. Kus Damato hayot vaqtida Tayson uchun kelishmaslik kelganda ishlatadigan pensiya puli yig'ib qo'ygan edi. Tayson dadasi Kus Damato o'lib ketgan dastlabki vaqtlarda nihoyatda gangirab nimish qilishni bilolmay qolgan. Ammo tezla u Kus Damatoning hayot vaqtini esiga oldi. Shundoq, "Dadam, men umidimni yetib qo'ymayman. Men chuqur dunyo chempioni bo'laman." Bu chog'dagi Tayson nihoyat yuqori talabchanlikqa ega bo'lgan bo'lib, talablarcha chaniqib musobaqaga tayyorlik qilgan edi. 1986-yili Tayson kasbiy hayotidagi tunji maydonliq musobaqaga qatnashdi. Faqat 2 maydonda raqibini yiqitib, eng yosh boks chempioni bo'lib qoldi. Keyingi necha yilda Tayson 42 maydon musobaqa o'ynab, 41 maydon yengan. 36 maydonda raqibini mag'lub qilgan. Buning ichida 19 qadamda bir maydonda raqibini mag'lub qilgan. Eng tez bo'lganda 30 sekund mag'lub qilgan. Orqa-orqadan ayrim-ayrim holda dunyodagi 3 cho'ng boks tashkilotining og'ir darajaliklar chempionligini qo'lga keltirgan. Taysonning davri yetib keldi. Uningga erishib sansilgan pul va shon-sharaflarga erishdi. Lekin yana boshqa narsalar bor. Kus Damato hozir endi emas, mayak o'chdi. Taysonning hayotiy patarida yana bir qatam qorong'ulikqa ketib qoladi. Uni kutayotgan kishilik hayotdagi badbashara va jafolar. Tayson butkul kasbiy hayotida jami 200 million Amerika dollar pul topgan. Lekin u safdan chekinganda vayron bo'lgan, hamda 40 million yuan qarzga bog'lib qolgan. 1988-yili Tayson nurg'un pul xashlab Hollywoodning ayol chulpini Robin Givensni qo'llashdi. Aloqa jarayonida Robin Givens Taysonni aldab o'zining homildor bo'lganligini aytdi. 22 yoshlik Tayson bilib bilmayla to'y qildi. To'ydan keyin zirak Robin Givens Taysonning moliya cho'ng huquqini kontrol qildi. Hamda yo'ldan chiqib Brad Pitt va Jordan buzildi. Bu to'y ishi faqat bir yilda davomlashib buzilib ketgan. Taysonning mol-mulkining yarmi bo'linib ketdi. 1991-yilga kelganda Derisi Washington ismli bir nigir qiz Taysonni o'ziga bosqinchilik qildi deb arz qildi. Shuning bilan Tayson 25 yoshlik yuqori palla mezgilda turmaga kirib ketdi. Ammo ta hozirgacha Tayson o'zining bosqinchilik qilganligini e'tirof qilmaydi. Ko'pchilikka ayon Taysonning ayni vaqtga ta'sir qilish kuchida bu qizchaqni zo'rlashning o'rni yo'q. Yana kelib ish yuz berganda har ikkisi rozilik bilan uchrashgan. Turmadagi chaqda Monika ismli bir ayol mastona nihoyat inchiklik bilan planlab Taysonni doim yo'qlab turgan. Turmadan chiqqandan keyin ikkisi to'y qilgan. To'ydan keyin Monika Taysonning mol-mulkini xohlagancha buzib chiqqan bo'lib, buning ichidagi bir hashamatli uyda faqat 36 eg'iz munji bor edi. 6 yildan keyin Tayson yana yerim mol-mulkidan ayrilib qolgan.
Bu yerda yana bir odamni tilga olishga to'g'ri keladi. Sizning vaqtchisi Donkin. Tyson butkul kasbiy hayotida jami 200 ming Amerika dollari topgan. Donkin hech bo'lmaganda Tysonning qo'ldan oz deganda 100 ming Amerika dollarini aldab ketgan. Tyson surishti qilganda Donkin har xil kengaytish haqqi, ommaviy munosabat haqqi qatorliqlarni bahona qilib turib olgan. Kollektivdagi butkul odamlar hammasi Donkinning odamlari bo'lib, Tyson ishlatgan bir tal lo'ngining bahosida 8 ming Amerika dollari. Hatto Donkinning oilasidagilarmi Tysonning kollektivi ichida ism bo'lib, har yili necha million yuan olib ketadi. Tysonning ishlatilish qimmati qolmagandan keyin hammasi yuz o'rishib ketadi. Lekin Tyson davolashda qandaqmi Donkinning raqibi bo'la olsin? Da'vo ko'ngildagidek oxirlashmagandan keyin Tyson uzil-kesil vayron bo'lib, 5-mulkini setishga tayinib bir qism ushoq savdogarlarning qarzini qaytarish orqali kun o'tkazadi. So'zlab musher kelganda Holford bilan bo'lgan musobaqani tilga olmasak bo'lmaydi. Tyson Holfordning quliqini tishlab necha yil kulkiga aylanib qolgan. Haqiqiy ahvol shuki, Holford mushatqondan nihoyat qo'liq shiltadigan bo'lib, ushoq harakati bekchi. Yana kelib doim quchoqlab olgan qarmush deydi. Ham ustish orqali Tysonning ko'z bo'lganini yerib qon bulduqlab chiqib ketadi. Ammo Reaperning buning bilan kori bo'lmaydi. Amalsiz Tyson mushi charni ishlatadi. Biz shuni ko'ra olamizki, Holford keniga burilganda Tyson keyindan qaroqol tushirmadi. Faqat Holfordni ittirib qo'ydi. Bu yerda Tyson xuddi uvolchilik uchirgan bolaga o'xshab qolgan bo'lib, amalsiz qaytarma zarba berishga majbur bo'ldi. Ba'zilar Tysonning beqib olganda desa, ko'z damato bir necha yil keyin o'lib ketgan bo'lsa, Tyson balkim bunday ahvolga tushib qolmasligi mumkinki. Uncha ko'p odamning damog'iga tushib ketmaydi deyishidi. Meningcha Tyson eng oxirida yana shunday oqibatga qoladi. Faqat bir necha yil kechikib xolos. U o'zidagi talabchanlikni tashlab o'zini kontrol qilmagan vaqtdan boshlabla uning taqdiri bekitilib bo'ldi. Taqdirdagi narsaning hammasi uning qalbidagi inkosi xolos. U chempionlikni qo'lga keltirgandan keyin pul va shon-sharafning ta'sirida allaqachon astoydil mashq qilmay o'z nafsini xohlagancha bosgan edi. Pulni so'rab aroq ichib, zahar chekib, qimor o'ynab, kechalab bazma o'tkazib yurgan. Eng ko'p bo'lganda bir qatimda 24 qiz bola bilan uchrashgan. Taysonning tunji qatim mag'lub bo'lgan musobaqasidan bir kun avval u 4 yaponlik ayol bilan birga bo'lib, kechicha aram olmagan. U o'zini faqatla tutolmagan. Davomli isrofxo'rlik qilib, rohat farog'atga berilib, badani izlab qurgan. Ruhi tushkunlashib ketgan. Bir odatdagi bokschi tarafidan mag'lub qilingandan keyin Tayson kasbiy hayotini oxirlashtirdi. O'zini kontrol qilish kuchi Taysonni bir kichik lyuksekdan dunyo chempioniga aylantirdi. O'zini kontrol qilmaslik yana bu ishlarni yo'q chiqardi. Kishini hayron qoldirdi. Chunki barliq muvaffaqiyatlarning asosiy o'zini kontrol qilish kuchiga ega bo'lishdan iborat. Ba'zilar junguliq Kartibay Lijiachining muvaffaqiyat qozonishdagi turli sirlarni misol qilib deydi. Meningcha faqat bir sili bor. U bo'lsa odatdagi kishilardan olqib o'tgidek kontrol qilish kuchiga ega bo'lish. Lijiachining bir umri xuddi bir kundek o'tdi. Ertagan soat 5dan 59 minut o'tganda dal vaqtida o'rnidan turdi. Mayli bo'ron chiqsin yoki yomg'ir yog'sin, tan sog'siz, kayfiyati yaxshi yoki nachar bo'lsin, hech qanday sabab tepib boqmagan. Bir kun tushib qolmagan. Balkim siz bilan muvaffaqiyat o'tirisida faqat birla sahar turish kam bo'lishi mumkin. Agar siz har kuni sahar tursangiz, ruhingiz texmi yaxshi bo'ladi. Texmi ishonchga ega bo'lasiz. Nurg'un ishlarni yaxshi qila olasiz. Mushundaq davomlashaversa, taqdiringizni o'zgartirib bo'ladi. O'zini kontrol qilish dastlabda balkim nihoyat qiyin bo'lishi mumkin. Siz ba'zi usul va mahoratlarni qo'llansangiz bo'ladi. Vaqtning o'tishi bilan talabchan bo'lish bir xil odatga aylanib qoladi. Atrofingizga qarab boqing. Muvaffaqiyat qozongan kishilarning hammasi o'zini kontrol qilish kuchiga ega kishilar. Hatto o'zining harakatini kontrol qila olmaydigan kishilar qandoqmi pul tepishdan og'iz ocha olsin, muvaffaqiyatdan qandoq so'z ocha olsin. Mayli sizning hozirgi ahvolingiz qandoq bo'lsin, mushu daqiqadan boshlab o'zingizga qattiq talab qo'ying. Siz o'zingizning hayotini kontrol qila olasiz. Tyson yaqinda qaytadan musobaqalashdi. U yana nihoyat kuchli o'zini kontrol qilish kuchiga ega bo'ldi. Tirishib mashq qildi. Badan eg'irligimi 150 kilogramdan 100 kilogramga tushdi. Garchi hozir 54 yosh. Kichikisiga oxirib taqdirning qiyin qismatlarini boshdan kechirib, aslida tinch turmush kechirsa bo'ladi. Ammo Tyson odatdagidek turmush kechirishni xohlamaydi. Mana bu haqiqiy boks podshohi. Yuqori talabchanlik va tanharakat bilan shug'ullanish kishilik hayotdagi eng oliy rasmiy hisoblanadi. Agar sizning chiniqish bilimlarini o'rganib, ovoq badandan qutulib, qovul badanga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bugun salonimizga yo'llangan ikkinchi temini echib ko'rib taqing. Balkim chiniqish orzuyingiz bo'lsa, oz to'lib foydasi tegib qolsa ajab emas. Agar bu mazmun yarag'on bo'lsa, eng ostidagi xanzuchi e'lonni chekib qo'ying. O'zingiz qiziqadigan temalarni inkos ronda qoldirishni unutmang. Biz kelar sonda tayyorlaymiz.